Bitta amal bilan hamma har xil savob oladi. Mana shu joyga namozga keldik. Hammamiz bitta Allohning baytida turibmiz. Alloh farz qilgan jumani o'qiymiz, lekin hammamiz har xil savob olamiz. Nima uchun? Chunki birinchi o'rinda ixlosimiz, niyatimiz bor. Ikkinchi o'rinda libosimiz ham ta'sir qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salla bilan o'qilgan namozni, sallasi o'qilgan namozga nisbatan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi deganlar. Hozir mana biz salla bilan namoz o'qiyapmiz. Sizlar ham o'qiyapsizlar. Bizning namozimiz sizlarga nisbatan 70 barobar ko'p bo'ladi. Vaholanki bitta vaqt, bitta ibodat, bitta joyda bir amal bajarilyapti. Ammo Allohning va Allohning rasulining aytganiga qarab turib, uning savobi ko'payyapti va kamayyapti. Shu narsa kerak emasmi bizga? Bitta jumaga kelganda 70 ta jumani o'qiganligining savobi nahotki biz uchun kerak emas?